Assalamu alaikum, hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Mazkur programımızda muş bir həftə jarayonida berilgan mühim xəbərlərni əsiltib ötdimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. 23 mart günü Uyghur Milli Hareketi rəhbəri Rabia Qadir xanım Avstraliya parlamentini ziyaret qildi və komitet zalida axbarat e'lon qilish yig'ini chaqirdi. O, O'rta Sharq ellərində elib berilayotgan narazılıq namoyishi avjiga chiqqan bir paytda Xitoyning Uyg'urlarni qattiq bostırib atganligini bildirdi. Rabia Qadir xonimni chorshanba kuni 2 nafar Avstraliya parlament a'zosi Xitoyning qarshiligiga qaramay Avstraliya parlamentiga taklif qilgan. Axbarat e'lon qilish yig'iniga Avstraliya parlament a'zolari, muxbirlar va bir qism siyosiy arboblar qatnashdi. Rabia Qadir xonim ziyorat jarayonida Avstraliya Yeshillar partiyasining rahbari Bob Brown bilan ko'rishgan. 24 mart günü Dünya Uyghur Qurultayı vəkilləri Kamberadakı ziyaretini axırlaşdırıb Adelaide şəhərinə yetib gəldi və Uyghur rəhbərlərini tərbiyələş kursunun ikinci basqıçını başladı. Xitoy hökuməti 2010 yılı Qashqarda yüz bergan 3 cho'ng vaqaga chetishliği ilgari surilgan Nurmuhammad Ubul Qasim qatorliq 7 Uyg'urga o'lim jazosi va Ahmad Nur qatorliq 3 Uyg'urga 2 yil kechiktirib ijro qilinadigan o'lim jazosi bergan. Hükümni Xitoy Oliy sudi tasdiqlagan. Dünya Uyghur Qurultayı bayonot e'lon qilib, Xitoyning bu Uyg'urlarga o'lim jazosi berganligini qattiq aybladi. Ayni chaqda radiomiz tarafidan Aral va Yangi Eriq vaqasi deb xabar qilingan mazkur vaqalar asosligi Xitoyning ko'chman siyosatiga qarshilik bildirishni maqsad qilgan bo'lib, vaqada 8 Xitoy fuqarosi va bir amonlik xodimi o'ldirilgan edi. 21 mart günü dünyanın her qaysi joylaridagi Türkiye ve Paris tillik milletler Novruz bayramını kutib oldu. Birleşken Devletler Teşkilatı Baş katibi Ban Ki-moon şu günü bayonot e'lon qilib, Novruz bayramını tabriklagan. Cümleden Uyg'urlarımı her xil şekilde Novruz bayramını xatirladi. Chet ellarda yashaydigan Uyg'urlar Avstraliya, Türkiye, Norvegiya ve Gollandiya qatorliq davlatlarda cho'ng tipdagi Novruz faoliyatlarini o'tkazdi. Pakistandaki bir kısım Uyg'urlarımı şu günü faaliyet ötküzüp Novruz'unu kütüp algan. Avustralya'daki Novruz faaliyetiga Rabia xanım qatnaştı. Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyatining raisi Karl Grishman erkinlikni hech kim sovg'at qilib bermaydiganligini bildirdi. Karl Grishman O'rta Sharq ellariga yamirgan Yasiman inqilobi va Xitoydagi Yasiman namoyishi chaqirig'i munosabati bilan ziyoratimizni qabul qilgan edi. Karl Grishman O'rta Sharqdagi inqilob haqida to'xtalib mundaq dedi. Bu inqilobni faqat o'zining yashash muhitidan rozi bo'lmagan xalq qildi. Ularda bundaq kuch bor edi. Ular hech kimdan kelib bu inqilobni o'zi uchun qilib berishni kutmadi. Erkinlik hech kim bera oladigan sovg'at emas. U har odam o'zi kurash qilib erishadigan narsa. Türkiye'nin Fethiye şəhəriga yig'inga kelgan qozoq xalqining tonilgan shoiri Parlament a'zosi Muxtar Shahonov Birleşken Devletler Teşkilatı'nı Uyghur meselesinde Xitoyga besim ishlatishga chaqirdi. 21 mart yig'in jarayonida ziyoratimizni qabul qilgan Muxtar Shahonov Xitoy navbatda Uyg'ur diyoridagi Uyg'ur va qozoqlarga ilib berayotgan siyosatning xato ekanligini bildirdi. U mundaq deydi: Xitoyning bu xato siyosatiga butun dunyo davlatlari, jumladan Birleşken Devletler Teşkilatı norozilik bildirish kerak va Xitoyga besim ishlatirish kerak. Kazafi qismlarga havodan hujum qilish bugun 6-chi kuniga qadam qo'ydi. Xabarlarga qaraganda Kazafining qismlari bombardimon jarayonida og'ir darajada alsirgan. Qo'zg'olonchilar Beng'azi shahridan Kazafi qismlarini to'liq chekindirgan. Navbatda ikki taraf Ajdabiya shahrida to'qnashmoqda. Bugungi xabarlarga qaraganda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Liviyadagi harbiy harakatlarni o'z ustiga oladi ekan va harbiy hujumlar doirasini ilgirkidan kengaytirdi ekan. Möhtərəm televizor köygüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördünüz. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xoş. Xayr xoş.